Güzel qızlar, tug'utmilchar vaqtlar qachon cho'qim inkas rayonini qoldirib qo'yg'ach, bugun o'zining eng yaqin do'stiga tayyor qildigan onalarning alam yurishligini ko'rsatib o'tmay qizlar ko'rib yiqqanlar. Bahosini intayin muvofiq holatda qilib, ichidan chiqadigan narsalarni shunchalik sifatli holatda sanjiqroq holatda qilib turib tayyor qildi. Qizlar birlikda ko'rib yiqqanlar. Tunji bo'lib ko'rsatadiganim tug'ut uyiga eshiradigan davchi. Bundan 4 bo'laq tayyor qildi qizlar. Bu eng jiq ketdi emasmi? Balnis karotimizning ostiga solgan xulidiyan 60 cm 90 cmlik holat bo'yicha chiqdi. Bundan bir qaltının ichidan 4 tal chiqdi. Tug'utdan keyingi asliga keltirish belliki. Mayli o'zimiz tug'ayli yoki operatsiya bo'laylik, buning cho'qim ehtiyojimiz bo'lamasmi qizlar? Shunlash bundan birini tayyor qilib berdik. Tug'ut uyi chigandan keyin beshiga kiyib olgan posma 40 ichidan cho'qim beshimiz posma kiyimsak bo'lmaydi emasmi qizlar? Shunlashqa u do'st finsirani yoqtirgan finsiralik posmadan birini tayyor qildik. Doktorxonada ichki kiyimlarimizni yuyamaymiz emasmi qizlar? Shunlash tayyor qilganimiz bo'lsa, jip paxtiraqdan chiqadigan 4 tal chiqilgan bir bo'loqdan ichidan shingni ko'ramiz qizlar. Do'stining badan ig'irlik asosan tayyor qilib berdik-chimi qizlar. Eng uzun alati chiqadigan veshon yerimiz bir bo'loqning ichidan 8 tal chiqdi. Mavi azroq kaltsi 390 cm alat bo'yicha chiqdi, 10 tal chiqdi. Ayollar jihatdan ishlatadigan yo'l qog'oz. Tug'ib bo'lib chiqqandan keyin ishlatadigan fanyeru degan bir bo'loqning ichida 30 tal chiqdi. Qizlar bu jiq ketadi emasmi? Shuni jiqroq chiqadigandan tayyor qilib bersangiz, o'zim tuqqan vaqtimdan faqat yetishmagan deganlik uchun cho'ngdan tayyor qilib berdik. Mayli operatsiya bo'lib tug'ayli yoki o'zimiz tug'ayli, cho'qim asqatadigan qizlar lanfuday. Buni ham o'zimiz tug'ib qalsak, tug'ib chiqqandan keyin ham ishlatamiz. Operatsiya bo'lsa, qizlar 24 soatdan keyin og'rigan vaqtda, aytishgan vaqtda shu operatsiya qilgan yerni ustiga qo'yib olsak bo'ldi. Men hozir sizlar ko'rsatganim 14 tal yurishlik qizlar 14 tal yurishlikni shu xaltasiga sap turib 14 talni mandirib beramiz. Undan boshqa men bu qizchaqa 2 tal so'g'atlikni tayyor qildim. Shiklis ananingki qizlar. Mana initish yordamchisi. Mayli ko'ksimizning uchi cho'ng bo'lsin yoki kichik bo'lsin, qizlar buni cho'qim tayyor qilib olinglar. Chaplab imitimiz qo'sh qavat holat bo'yicha chiqdi. Ich taraf chaplashib turdi. Bu vaqtlar kichik bo'lgandan keyin ba'zi ig'liq ololmaydigan ishlar yuz berib qoldi emasmi? Bo'lmasa ko'ksimizning uchi pichilib ketadigan, yerilib ketadigan ishlarmi? Bak yaxshi qizlar, shunchalik qulaylik holatda chiqdi. Yana birisi bo'lsa, jush uskunsi qizlar. So'nim intan yenik holatda butun tarafdan chechib berdi. O'xshashlam shu Jejingning markasidan tayyor qilib keldi qizlar. Mishikdan maxsus so'g'at qildim. Agar sizlarning faqat tug'ut uyining o'ziga ham ketadigan yurishga ehtiyojinglar bo'lib qolsa, mush yurishdan o'ylasanglar bo'ldi-jimi qizlar. Qashqar shahar ichidagi qizlar bo'lsanglar, do'kon, kap, mallarning sifatini ko'rib setib olsanglar bo'ldi. Boshqa shaharlardagi qizlarga biz krapulni o'zimiz ko'tarib turib, malni Qashqardan sap beramiz-jimi qizlar. Tug'ut uyimizda ko'tarib ham chesanglar bo'ldi. Shunchalik qulaylik holatda chiqdi qizlar. Markas qumi eng yaxshi markadan keyin tayyor qilib keldik. Agar sizlarning shunday yurishlar ehtiyojinglar bo'lib qolsa, ayrimxonaga gap qilsanglar bo'ldi. Ana ballar yurishgan to'liq holat chiqadiganlarim bor. Qizlar sizlarning ehtiyojinglarga qarata tayyor qilib bersak bo'ldi. Bunaqa yangiliklarga kirishlik xayr xo'sh.